marta ayol bor ekanda, turmushga chiqibdi, keyin bir toqqa borib qolgan ekanda. Keyin tog'lar orasida turmushga chiqdim degan ekan. Keyin tog'lar orasidan battar bo'l, do'zaxdasan degan ekanda. Degan ovoz qaytarilibdi-da. Keyin eshitdilar davomini qiziqib. Keyin 2,5 yil, 3 yil yashabdi o'sha ayol turmushga chiqib. Keyin yana kelibdi-da o'sha tog'lar orasida baqirib ajrashdim deb 3 marta aytsa, tog'lar orasidan yana ovoz kelibdi-da. Jannatdasan degan ovoz